Ko'plaringiz master-klass haqida eshitib, e'lonlarni ko'rib, Farizod opa, master-klass qachon, qayerda, soat nechida deb so'rayapsizlar. Ochig'ini aytsam, boshida shunchaki master-klass qilaman deganda, hali necha kishi bo'ladi, aniq bir odam soni belgilanmagan edi. Shuning uchun ham odam sonini yig'ilishiga qarab, joyini, vaqtini aniqlaymiz deb aytgandik. Hozirgi kunda aniq 28-oktyabrda bo'ladi, soat 14:00 da, lekin joyi qani kim shoshilib tezroq ulgurib yozilganlarga qarab bo'ladi. Shunday ekan 28-oktyabr kuni master-klassda ko'rishamiz. Umuman olganda joylar, конечно, cheklangan. Buni oldindan ham aytganman. Точно ko'p odam ola olmayman sifatli bo'lishi uchun. Kim o'z joyini band qilmagan bo'lsa, давайте, девочки, ko'rishamiz, mazza qilamiz. Psixologlar bormisizlar? Давайте bitta mini interviziya, или maxi interviziya qilamiz sizlar bilan. Kuningiz zo'r o'tsin.